Kecha onamga qizingizni maktab tashlabsiz. Maqtaganingizcha bormi? Voy bolajonim, mani qizim uydan o'qishdan uyga keladigan, uyda pishir kuydir hamma ish qiladigan qiz. Qolaversa hozir doktorligiga ham o'qiyapti. O'zingizga uverimisiz? Ko'rib beramiz, chaqirsam uyalib qolmaysizmi? Voy, nima uyalar ekanman bolajonim? Xudo xolasa qizimni hamma joyi but-butun. Qaysi qizni ko'rib berish kerak, aka? Mana mamma qizi. Sadoqat Mirhamidova, Ipakchi ko'chasi 32-9B. Bo'ldi, bazani ochdim. Labiga 17 gram filler gel quydirgan, qoshini 3 ta sloy tatuaj qildirgan. Yuzini ikkita chetini tortirib, 12 ta tochkasiga botek surdirgan. Instagramda 8 ta fake akkaunti bor, 3 tasi o'g'il bolaniki. Oxirgi 10 kunda Jasur Bobir Azizdan gul kelgan. Eng qizig'i u uylangan. Bolajonim, kelishinglar, ikkita kalmandan. Xohlasangiz shu ikkita kalga o'zingizni ko'rib beramiz. Voy, yonaman. Yur, rahmat. Har yakshanba bla Queen Z Time'da vaqtini o'tkazar ekan. Eng qizig'i hammasini baridan qarzi bor ekan. Bu qiz chakar ekan. Voy, bolam onda-sonda sigaret chekib turadi. Sigaret ham chakar ekan. Qo'shib qo'ydim. Wow. Mana shu sapalini Telegramingizga tashab qo'ydim, aka. Ya, menga qaranglar, shuncha narsa mayli-yu, bitta katta problema bor. Shuni qanaqa ko'rmayapsizlar? Voy. Qanaqa? Bu qiz 2 qatu. Endi oshirib yubordi. Bu qizimni qonidagi shar, bu xolasanglar mana isbotlab beraman. Mana nina, hozir mashina tiqib olaman, hozir yorilib ketadi. Mana, ay, o'yordi. Voy, yaptingdan buzilgan. Endi men, shayqada shayqa. Endi men.